Mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Xorazm viloyati texnik va amaliy sport turlari markazi tomonidan joriy yilgi sport va ommaviy jismoniy tadbirlar rejasiga kiritilgan yirik musobaqalardan biri duatlon bo'yicha viloyat birinchiligi o'tkazildi. Musobaqada 2008-yilda tug'ilgan va undan kichik yoshdagi sportchilar o'zaro kuch sinashdi. Unda jami 17 ta jamoa tarkibida 68 nafar eng sara duatlonchilar qatnashdi. Yoshlarning sportning texnik va amaliy turlariga qiziqishini orttirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Hozirgi vaqtda viloyatimizning barcha tumanlaridan jamoalar ishtirok etishmoqda, o'zlarining kuchlarini sinashmoqda. O'tgan yilgi o'tkazilgan pnevmatik quroldan o'q otish bo'yicha chempionat musobaqalariga qaraganda bu safargi o'zgacha. Hozir hamma yuqori natija ko'rsatish uchun shug'ullanib, eng yaxshi natijalar ko'rsatishmoqda. Kelajakda ushbu sport turini viloyatimizda rivojlantirish maqsadida maktablarda pnevmatik quroldan o'q otish bo'yicha sport to'garaklarini ochib, yoshlarni shu sport turiga qiziqishini yanada orttirib, o'q otish sporti bilan shug'ullanadigan sportchilar safini yanada kengaytirish maqsadimiz bor. Sportchilar o'q otish bahslarida o'zlarining chaqqonligi, epchilligi va irodasini sinovdan o'tkazishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra qizlar va o'g'il bolalar o'rtasida g'oliblar nomi ma'lum bo'ldi. Men bu sport turi bo'yicha 1 yildan beri tayyorlanib kelayotirman. Biz yo'nalishga yoshligimdan beri qiziqaman. Bugungi bo'lib o'tgan viloyat bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bundan avvalgi bo'lib o'tgan musobaqalardan ham faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib kelayotirman. Kelgusidagi maqsadlarimdan respublikadan ham birinchi o'rinni qo'lga kiritish. Bu kabi musobaqalar yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularni jismoniy tayyorgarligini oshirish hamda harbiy amaliy sport turlariga qiziqishini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.